2007 yılı 6. ayda Avustraliyada içilgan Xalqaro G'o'l hücre tadqiqot muhokama yig'inida Amerika Oregon Sog'lomlik fanlar universitetining tadqiqotchisi Uyg'ur olimi Shuhrat Mutallibning bu sohadagi bo'sish xarakterlik tadqiqot natijasi e'lon qilingandan keyin Amerikadagi BBC, CNN, Birlashma xabarlar, New York vaqti, Washington Post gazeti qatorliq har qaysi cho'ng televiziya stansiyasi va gazetlarda bas-basda xabar qilindi. Bu haqda obzorlar e'lon qilinib, bu tadqiqot natijasining ilmiy qiymati haqida bas munozaralar qilishdi. 2007 yılı 11. ayının 22. günü Dünya İlim Sohasidagi nopusliq jurnal Tabiat jurnalidan olim Shuhrat Mutallibning tadqiqot natijasi ilmiy maqola sifatida tunji qitim e'lon qilindi. 胚胎干细胞被誉为万能细胞，它几乎可以分化为任何组织的细胞，在医学领域具有极大的应用潜力。研究小组负责人米塔利波夫表示 ：“If we prove that these embryonic stem cells have great potential in curing many diseases." Mana bu ilim sohasidagi bayqash, bo'sish xarakterlik tadqiqot natija dunyoning joy-joylarida nurg'ulg'an olim, tadqiqotchi, akademik, professorlarni hayron qoldirdi. Bizmi bu xabarni Amerikada anglab, nurg'ulg'an kishilarning qatorida hayron qoldik va dilimiz olamcha so'ynib iftixorlandik. Biz bu xo'sh xabarni tezdan vatandagi qon qarindosh do'st birodarlarimizga aytib, ularning xo'shallik, faxrlanish hislariga o'rtoqlashmoqchi bo'ldik. Men Amerika Washington shtatlik universitetining fizik fakultetida doktor aspirantlikda o'qiyotgan Tursunjon bilan birga bu Uyg'ur olimini maxsus ziyorat qilish maqsadida Oregon shtatining Portland shahriga berishga tutishdik. Ham bu o'yimizni olim Shuhrat Mutallibga oldin xabar qilib qo'ydik. 2007 yılı 11. ayının 13. günü men Los Angeles shahridan Tursunjon Washington shtatidan aeroplan bilan Portland shahriga qarab uçdik. Bizning xushqo'r xiyollarimiz xuddi tizgin serib, hammaning oldiga uzib chiqib, shamoldek chepib ketayotgan tulpordek bizni yangi manzil, iftixorlik, didor g'animat damlariga jo'r qilmoqda edi. Biz ko'nglimizda olim Shuhrat Mutallib Uyg'ur o'g'li ekan, u qachon, qayerda tug'ilib, o'sib yetilgan bo'lg'aydi. Uning qo'lga keltirgan shon sharaflarini ana vatandagi Uyg'ur qarindoshlar anglasa, qanchalik xo'shal bo'lib ketar ha? Balkim Tarim ana bu faxrlik o'g'lanni g'oyibana holda illiq bag'riga bosar. Tangritog' ota kashmishlarga boy yirik alqonlari bilan bu faxrlik o'g'lanning yirik chochlarini silab ketar. Bu olimning kindiqqini tamg'an g'aljatga qo'shna Ili daryosi qiniga patmay ko'ajab oqar. Balkim ana vatandagi nurg'un ilmga tashna tirishchan ini-singillar bu faxrlik o'g'lanning izini izlab dunyo ilm munbirida katta ixtiro kashfiyotlarni yoritib, g'oliblar munbirida jahon ahliga tantana qilishadi. Dilni masxush qilg'uchi shirin xiyollar ilkida Portland aerodromiga yetib keldik. Mana hozir biz Portlandga keldik. Bizim bu qatim Portlandga ketishimizdagi maqsad Uyg'ur olimi Shuhrat Mutallibni ziyorat qilish. Oldimizdagi bu qaddi qomati Uyg'ur yigitlariga xos qamlashgan, chiroyidan nur yig'ib turgan qayrindishimizni yugurib berib, qarindoshlarcha mehr muhabbatda bag'rimizga bosdik. Didor g'animat damlardagi yurak so'qishlar aniq anglandi. Armansirgan yurakni to'nidi. Lakin tam shu shaxsda qechib chiqqanlarda o'sha shutlanib qolganda, shu shaxsning kelgan qachon lakin tam. Shoshqa bizningki shu yezlarning etlari nimadan vatandagi otlardan o'xshash, ha? Shaxsning kelganda odamlar shunday kelib, meyda mashtaq qo'y, New York deganlar, shaxsning kelganlar safan qo'yadi. Bu yerda mashtaq qo'yadi. Biz yo'l bo'yi zo'q-sho'q paranglashib, olim Shuhrat Mutallibning
illiq oilasiga qadam tashrif qildik. Bu so'g'ida olim Shuhrat Mutallibning ayoli Gulnur xonim izzat ikromlar bilan hamma yeridan kulki to'kilib turgan holatda bizni qizg'in qarshi oldi. Umoq farzandlari Nargiza, Odillarning chuchuk salom soatlari, tatliq qiliqlari bizning tortinish, qo'rnishlarimizni qayoqlargadir yo'q qilib, chehrimizni bahor oftobidek nurlantirdi. Bu qizg'in takalluf, izzat ikromlar bizga vatandagi illiq uy hidini eslatdi. Mana narsalar qayerdan keldingiz? Qashqardan. Suvenir deb. Bitta setilgan ғой nima? Dipim bor, dapim shu bir qaytdim. Aha. Nag'ra. Ya doğuşki mukamma varken ben Aha. Winner ketdi. Çay bo'lgan. bırak olsun soğukta başka. Adem kalmaya, Adem çok kalmış. Köyümüzde bu var. Ego hızlı koyuyor. Anne kızıma da bak şarkı bası bu. Ha. Nergis. Bana yoğurtçindir var, kimleri. Günleri şimdi de kepke. Ha, işte Kiev bugün var. Rahmet. Vay. Resim çarpıp koymayın. Ol. Soğukta sıcakken. Tamam, rahmet. Oldu şimdi. Ha, kol neyse onu? Oturun kurbanca çiğim soğuk etti. Ama tay oldu. Duydum. Yuqashni nim bilan cho'qlan. Gulnur xonimning aloyitan rastlagan nozu ne'matlarga mo'l dasturxonida echilib yeyilib mungdashdik. Ko'ngillardan suv ichdi. Toki tun yerimigacha bizning paranglarimiz hech to'xtaydigandek emas.